59. bab. Sultan Saidxonning sulhi ishlarini bitirib yonganligi. Bu vaqalardan keyin Babajaq sultonning xonning mulozimatiga kelganligi. Bilmek kerakki, xon sulhidan farq bo'lib Yarkandga yuzlandi. Sungtash degan joy 3 tun Qashqar tarafga qarab manganda 3 kunlik yiroqlikdagi yerdir. Xon ashu yerga kelganda qo'shindan ayrilib, ilg'ar qism bilan billa ilgirlab yurib 6 kunda Yarkandga yetdi. Bazmi ahli va nag'ma arboblari Yengvoshning ishrat ohanglarini tuzdi. Aysh ishrat navollarini parag'at muqomlarga to'g'riladi. Nazm. Saqiya bada katurgil qadahu peymane. Chun kelib shoh maqam ayladi davlatxona. Yuqorida bayon qilinganidek har kishi o'z holiga yarasha aysh ishratga mashg'ul bo'ldi. Misra. Guşai Bag'dadur mavsumi gulda har kim. Xonning safardan yenib Yarkandga qaytgan mezgili shundoq mahal ediki, 4-Palak shohi saltanat taxtini Sabr qadimgi astronomiya tushunchasi bo'yicha osmondagi 12 burjning ikkinchisi 4-oylarga to'g'ri keladi. Uyda o'rlashtirgan edi. Gul kelinchaklari zimin xilvat xonasidan bosh chiqargan edi. Bulbullar gul ishtiyoqida sayrashmoqda edi. Nazm. Chun berdi lolalarga labi joy barbar, bo'ldi kamoli shavqida bulbul hazarzar. Shamai jamoli shohidi gul subhi vaqtida bulbulni ko'ydirga idi har kanarlar. Gul pasli to'liq yetib keldi. Xonning Yarkandda saltanat taxtida o'tirganidan toki bu mezgilgacha 2 yilga yaqin vaqt o'tgan edi. Bu muddat ichida xon qish-yoz Yarkand erki ichida o'ltirib kelyotdi. Bu yil xonning muborak ko'ngli hamma atroflardan va yaqin yiroqdagi hamma joylardan xotirjam bo'ldi. Shunga bu beyitning mazmuniga amal qilib nazm. Lalai xudruy gar ko'rsatsa yuz, sahni bostonu labi joy istegil. Ba'zan qil bir mahvashi gulruy ila bir labi sherin bila zaring digil. Xon shahirdan Gulbaqqa yurdi. Chunki Gulbaq Mirza Abubakrining eng yaxshi ko'radigan yiqimliq imorati edi. Nazm. Qildi chamanda faxtilar zamzama ada. Qumri tuzatdi faridai o'shaqda nava. Chunki bahor kunlarining mo'tadil mizoji Tomuz haroratining ta'siridan issiqqa o'zgardi. Bu haroratni pasaytish uchun daraxt soyalarining shifoxonalariga bormoqdan boshqa chora qolmadi. Shu sababdan xon Gulbaqqa berib, bog'u bo'stonlarda soyidan bahru ilib lazzatlanatdi. Lashkarlar va puhralarning hammasi tinchlik, osoyishlik va farovonlikda edi. Orada ayollari va davlat erkonlarining hammasi ulug'vorlik va shon-shavkat ichida edi. Shunga har boshda bir savdo, har savdoga bir bosh paydo bo'ldi. Bütkül əmirlər kengash uchun xonning bargohiga yig'ilib mundaq arz qildi. Ey oliy martabalik sulton, ey palakdak qudratlik xon, hala bugungi kunlarda buyuk va aziz Tangrining inoyati va yordami bilan davlat belikining kuch-quvvati dushmanlarni jazolashga yetarlik. Lashkar va harbiy aslahalarimiz raqiblarni yer bilan yakson qilishga taq va tayyor. Hazırdanız muşundaq paytda düşmandan intiqam almasanız qachon olasiz? Agar muşundaq chaqda raqiblarni yo'qotmasangiz qachon yo'qotasiz? Nazm. Miftahi tafazzul bilagar fatih ishkini. Bu vaqtida siz ochmasangiz kim ocha olg'ay. Hamma amirlar shundaq deb bu arzni izhor qilishdi. Shundaq qilib xonning ko'ni orzu istiga yengilandi. Xonning qo'shin yig'ilsin, askarlar taq bo'lsin degan mazmundagi bo'ysunish zarur bo'lgan oliy yorliq tushirildi. Xonning bejirish shart bo'lgan oliy farmoni bilan qo'shin yig'ildi. Yozning oxirida safar tizginni Andijon tarafga qarab tortdi. So'yincha xon bilan toza bir urush qilish ohangini tuzdi. Bütkül qo'shinning oldi orqasini Qashqarda jamlab, Qashqardan hamma qo'shin bilan biraqla yurish qildi. To'yun başı degan yerga kelganda xonning shikor qilish havasi qo'zg'aldi. Shu kuni yorliq yetkazildi.
әтісі жәрге түзіп, шикарға қадам қойды. Нәзім. Kirib bişəgə misli g'arandashir qilib chustiju chun hunarband dəlir. Chu ul seydigaha güzər qildişa mu anbar bulup gerdidin seydiga. Şikar içire bolğaz zaferge qarin bulup seydin hali ul serzemin. Şikardın qol yıqandan keyin u yerdan köçüp Çadır Kölünün janub tarafiga kelib lashkargoh qurdi. U yerga Babajaq Sultan xonning xizmatiga kelar emish degan xabar yetib keldi. Bilmek kerakki, Babajaq Sultan Mansurxon bilan oti bir, onimi bir qon qarindosh. Mansurxonning qo'shiniga sardor edi. Shu sababdan xonning mulozimat sharifiga erishalmagan edi. Köz vaqtida Mansurxonga og'amning mulozimatiga bormasam adabsizlik bo'ladi deb arz qilgan edi. Shuningdek keyin Mansurxon ruxsat bergan edi. Babajaq Sultanning poytaxti boy va ko'sanda edi. U yerdan yurib Qashqarga kelganda xonning Andijonga yurish qilib ketganligini anglab, tezlikda yurib Çadır Köldə yetishib oldi. Xon Babajaq Sultanning keldiganlik xabarini anglab, bir tuqqanlik mehr muhabbati jush urib, uning bilan tezroq ko'rishish tashnaliqqa qo'zg'aldi. Gerçi Babajaq Sultan xondan yoshda kichik bo'lsa-mu, kuchli mehr muhabbat tufaylidan istiqboliga chiqib quchoqlashib ko'rishdi. Qarindoshlarcha iltifotlar va otalarcha topshiriqlar bilan Babajaq Sultanni azizladi. Xonning go'har chashquchi tillari bu beyit mazmunni so'zlamoqda edi. Nazm. Ey qadiming yetib dedi, davlatu baxit marhaba. Gül yüzün iştiyoqidan pirahan eyledi qaba. Xon bu mahalda ko'nglim dushmandan intiqom ilishga yuzlandi. Ammo bu ishga qirinishimni talab qilish to'liq qiyin edi. Xudoga shukri, oramizdagi ixlos va e'tiqodning mustahkamligi, sharofatidan shuncha orzu va muddaolarimiz jafo mushaqqatsizla muyassar bo'ldi. Hozir bu qirinishimning yetib kelganligi g'alaba va nusratning boshlanishidir dedi. Ağı enişkeylen goya g'alba nusrat kabi yan bo'lib Andijonga yurish qildi. Ular Orpa yoziga yetib keldi. U yerda qo'lun o'lashga mashg'ul bo'ldi. Shu qadar ko'p qulun va bo'g'ularni o'vladiki, ularning qon va ish bag'irlari bilan sahra yirqishlari va havo qushlari bir-birlariga to'y berishdi. Jangsiz, jidalsiz necha vaqtgacha mehmondorlik qilishdi. Nazm. Kulanu buği çermigey serbeser ki altın başqadın bulup mislizer. Şahinşa qilib seydiga o'q ravan, xata ketmeyin atqan o'q biguman. Biz bir xush havoliq joy bor edi. Uning pokizligi oldida behish beg'i xira edi. Havosining yiqimligidan go'yoki jannat qushlari turlik nag'ma navolar bilan musturak edi. Şikar axırlaşqandan keyin aşu yerda bir katta bezmi tuzildi. Babajaq Sultan va Amin Xoja Sultandan iborat bu ikki qarindosh xonning mulozimatiga yig'ilib shundoq bir o'ltirish tuzdiki, nazm. Tuzildi ajab jashni farxunda pay. Muhayya mug'ani surayahu may. Zihi jashni oliki xurshid ma tamasha qilur irdi ul jashinga. Vaqtki bu xusravlarcha bezma va shohona o'ltirish oxirlashdi. Babajaq Sultan tog'amni vasita qilib mundaq arzni yetkizdi. Ashu bahorda peqir bir o'zrilik ish tufaylidan amalsiz edim. Yillardan beri orzu armon qilib kelgan mulozimat davlatiga shu sababdan muyassar bo'la olmadim. U fursat o'tib ketdi. Endi davlatning tayanchi bo'lgan poytaxt Yarkentga berishim adab yo'sinda muvofiq ko'rindi. Shu yerda xonning mulozimatiga musharraf bo'lay. Dargohining tuproqining surmisi bilan qorong'u ko'zimga ro'shanlik yetkazgay degan orzu bilan Qashqarga yetib kelganimda Andijon tarafga yuzlanganligingizni anglab, darhol tez suratda yetib keldim. Lashkar va urush asboblarini tayyor qilmay keldim. Arzim shuki, bu qitim Andijonga lashkar tortishni keyingi surgay. Kelar yili askarlar va aslarlarni to'liqlab, u tarafdagi sultonlar va lashkarlarning hammasini xonning mulozimatiga elib kelman. O'zimmi xizmatda shundoq jon pidolik qilmanki, xonning palakdek yuksak
ostanasida jahon shohlari va zamon hollari bilan tanglashishni o'ziga or bilgudek xizmatkorlarning bor ekanligini do'st va dushmanlarning hammasiga ochiq oshkora bo'lg'isi. Bu arzim qabul qilinsa ko'ngildagidek bo'lgani. Agar xon g'olib uzangisining tizginini Andijon tarafdan yondirmasimi, Peqir xonning nusratlik uzangisi yenida farmon bardorlik va jon fidolik kamirini belimga qo'llar kabi mahkam bog'ladim. Babajaq sultanning bu arzi xonning muborak samiga yetdi. Xon farmon qilib, necha yillardan beri bu aziz qarindishim bilan ko'rishish orzusida beqaror edim. Tangriga tashakkurlar bo'lsinki, mana hozir butkul olamning parvardigori bu orzu armonimga yetkazdi. Bu ulug' ne'matning shukronasi uchun eng yaxshisi bu qitim mushu yerdan qaytayli. Bir necha kun visol sharobini rohatlanib sumirib, aziz umrimizni ulfatlashish suhbat bilan xo'shal o'tkazayli. Kelar yili bu aziz qarindishim aytgan yo'sinda qo'shin va harbiy asliyalarni to'liq tayyor qilib, ondan yurish qilayli. Chunki bu sharafli fursat shundoq aziz va g'animatdirki, hozir uni zoyi qilib etsak, hech qanday chora bilan uning o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydi. Ammo Andijonga hozir bormasak, buning hech bir xatosi yo'q. Chunki dushman o'z holi bilan turib turadi. Xudo xolsa qachonla yurish qilsak bo'laverdi dedi va Orpayazidan safar tizginini Qashqar tarafga yandirdi. Babajaq Sulton xonning mulozimatida Yorkentga keldi. Necha kun shohona bazmlar va xusravicha mashrablar tuzildi. Babajaq sultonga ko'p in'om, nurg'un tortiqlarni iltifot qilib, uni shohona inoyatlar bilan mumtoz va aziz qildi. Hamma amirlar o'z holiga yarasha xizmat rasmlari va peshkash qoidalarini bejo keltirdi. Nazm. Zihi jashni oliy yozib balupar, kelib baxt xizmatga bog'lab kamar. Fazai zaman cümle tacu kula, besti zemin pur emiru sipah. Cihan ersesi hayli eşraftın, bolup irdi pur cümle etraftin. Demek mihmandarçılıktan parıq bolğandan keyin Babajaq Sultan öz o'rniga qaytishga ruxsat elib, safar tizginini shu tarafga qaytardi. Bu vaqa mazkur tarixning Hijriya 922-yili kuzda bo'lib o'tdi. 60. bab. Sultan Saidxonning Sariq Uyg'urga jazo yurishi qilganligi va yana u jazo yurishidan yenib kelganligi hamda uning sababining bayoni. Bu qish yuqorida zikr qilingan tariqada aysh-ishrat va baxtiyorlik bilan o'tdi. Bahor vaqti kelib 4-palak Sultani Hamal. Hamal qadimgi astronomiyadagi 12 burujning birinchisi. Bu buruj qo'y shaklida tasavvur qilingan va quyosh uningga 3-oyda kiradi deb qaralgan. Burj martabasi ustiga oyoq qo'yib saviri. Savir qadimiy astronomiyada osmondagi 12 burjning ikkinchisi. Uning atrofiga to'plangan yulduzlar o'kuz shaklda tasavvur qilingan. 4-oyga to'g'ri keldi. Taxti ustida barqaror bo'ldi. Daldaraq amaldorlari gul chechak bayroqlarini nurliq zimin sahnasida biroqla ko'tardi. Daraq alamlarining tuvida sabza, maysa, ko'kat, yeshil rang. Lashkarlari sap tuzdi. Bulut askarlari Hasan Husayn yo'llardan yomg'ir o'qlarini yog'dirdi. Shabnam tomchilari yo'pirmoqlar ustida gumbaz shaklini hosil qilib yaltiradi. Her bir giyoh ustida yomg'ir tomchilari do'bolg'i shaklida jilvigar bo'ldi. Tong shamili va subhi havosi har nafasda sap tuzib, yorqin daraxtlar va yumron maysalarni harakatga keltirdi. Bu sababdan har bir badan ruhlandi. Har ko'ngilda shodlik hosil bo'ldi. Nazm. Nishasta gul g'uncha dar imori, bafar qash narvan dar tojdori. Saba jaidi binaxsha tabdada girik az törai sumbul kushada. Gül g'uncha taxtida o'ltirdi. Dal-daraxtlar tojlarini kiydi. Tong shamili binafsha chochlarini ashdi. Sumbul chochlarining chigishlari yeshildi. Demak, g'ozilar va muhojirlarning oliy
şan şərifi və yüksək mərtəbəsi kitap hökümü və sünnət yo'sinda shu darajada haqiqiy və müqarrar qilingan ki, bu haqda isbot, hujjat, ikkilanish və dalil keltirishning mutlaq hojati yo'q. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Allah yo'lda jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qilguvchilarni Allah haqiqatan do'st tutmaydi. Qur'on Karim 2-sura Baqara 109-oyat. Şuna xonning oliy himmati va rag'bati jazo yurishi qilish fikriga sarf qilinadi va mashg'ul bo'ladi. Sharafli xotira jazo yurishi qilishga moyil edi va shunga ko'shish qiladi. Bu haqda amirlar bilan kengashdi. Oxir shundoq fikrga kelishdiki, Xotan bilan Xitoy orasida bir kuparlarlar bo'lib, ularni sariq Uyg'urlar deb ataydi. Ularning ustiga lashkar tortish qaror qilindi. Xon hisobsiz lashkarlar va ulug' shavkatlik amirlar bilan Yorkentdan yurdi. Xotanga yetganda xonning sharaflik mizajiga bir oz saqsizlik aralashdi. G'azat islom arkoni to'riklaridan bir rukin to'rik bo'lib, farzi kifoya. Farzi kifoya islom shariati bo'yicha biror qavm ichidan bir qism odam bejarsa, shu qavm ichidagi hamma kishining zimmasidan ado bo'lgan farz. Xon bu farzni o'zi ado qilmoqchi bo'lgan edi, lekin sharaflik mizoji yor bermadi. Ilojisiz bir qism amirlarni jazo yurishiga berishga tayinlab, farzi kifoyani ado qildi-da, o'zi Yorkentga qaytishga yuzlandi. Ammo safar ustida har kuni tong etish bilanla oltin qadaqlar olamni yo'ritquchi quyoshdek aylantiriladi, toki zavol vaqti bo'lguncha maslik yuqori chekka yetadi. Kun kesh bo'lish bilanla xon maslik uyqusida sezimini yo'qotdi. Jonni ko'ydirguchi xumor bilan uyg'onib, yana hilal oyni qiziqtirguchi oltin jamlarni shapaqni reshik o'tida ko'ydirguchi gul rangli sharoblar bilan aylantiradi. Demak, shu muddat ichida hushyorligining ismi mengi sahifalaridan o'chib ketgan edi. Hushsizlik soqchisi aql idrok korxonasiga tajovuz va ta'arruz qo'llarini so'zgan edi. Xon ko'pincha vaqtlarda kechini kunduzdan, kunduzni kechidan farqlantira olmaydi. Nazm. Ko'yinga mas kelib irdimu majnun ketdim. Xabarim yo'qki, nechuk kelmish edim, chun ketdim. Shunda qilib, xon bir necha kunda Yorkentga yetib keldi. Shu yili kuzda qirg'izlar ustiga lashkar tortdi. Sariq Uyg'ur ustiga jazo yurishi qilishga borgan amirlar Xitoy bilan Xotan orasidagi joylarda 2 oy turib qidirib ko'rgan bo'lsa-mu, u kuparlardan nom nishon topolmadi. Shunga o'lji g'animatlarni elib sog'-salomat qaytib keldi. 61-bob. Xonning qirg'iz ustiga lashkar tortganligi va Muhammad qirg'izning qo'lga tushganligining bayoni. Qashqarning ishg'ol qilinganligi bayonida aytib o'tilganidek, Muhammad qirg'iz Mo'g'ulistondan chiqib kelib, shu urush maydonlarida munosib xizmatlarni bajo keltirib, o'lji g'animatlarni ko'p olgan edi. Xonmi uningga kamar, shamshar, may shishilari va oltin piyollarni inom qilib, shohona iltifotlar bilan azizlab, ruxsat berib qaytargan edi. Nazm. Qilib lutqu in'am anga bigaran, kamar hoyi shohiyu tig'isinan. Qabaya muzahab libasi harir, hamma tabiiy hahu basi dilpazir. Demak, Muhammad qirg'iz mamnuniyat va muvaffaqiyat bilan Mo'g'ulistonga ketdi. Barliq qirg'izlar uningga tava va qarshilik bo'ldi. Muhammad qirg'iz Turkiston, Toshkent va Sayramga berib, 6 to'polon chiqarib, shu yerga Shayboniy sultonlarni tanglikda qo'ygan edi. U oxir Turkiston ustiga berib bulang-talang qilib yondi. Ko'chim xonning o'g'li Ubaydullah sulton u vaqtlarda texi xon bo'lmagan edi. U milodiya 1540-yili taxtga chiqqan, lekin 6 oylik hukm surgan Muharrirdan va Turkistonga hokim edi. U darhol Muhammad qirg'izning orqasidan qo'g'ladi. Qo'g'lab shahardan bir muncha yiroqlashganda Muhammad qirg'iz to'satdan orqasiga yenib, yuzma-yuz bo'lib urushga kirishdi-da, bir pasla Ubaydullah sultonni qo'lga tushirdi. Bir kun tutib turib, atsi hurmatini saqlab, Ubaydullah sultonni Turkistonga mangdiribdi. Bir necha esil ot va yaramli qo'ral jabduqlarni xonga peshkash va sovg'at sifatida avatib, agar sultonlardan birasi mening qo'limga tushib qolsa, uni qo'yib beraman.
deb ahd qilgan edim. Mana Ubaydullah sultonni qo'yib berib, shu ahdiga vafo qildim. Ümidim shuki, xon Abu qilg'ay deb o'zra aytdi. Bu xabar xonga yetdi. Xon uning bu qiliqidan g'azablandi. Bu vaqt tarixning Hijriya 923-yili. Hijriya 923-yili, milodiya 1517-yilga to'g'ri keldi. Kuz fasli edi. Xon Mo'g'ulistonga berib, Muhammad Qirg'izning adabini berish uchun lashkar tortdi. Nazm. Urub mavj daryo kabi qo'zg'alib, zamonu zamonga alala salib, chu dushmanlar asa alamga nazar bo'lib motam ahli kabi xunjigar. Xon Qashqarda lashkarni jumlab yurish boshladi. Hoji Ali Bahodir bu lashkarda yazik edi. Yazak kechi qarovuli, qo'riqchi, jisakchi. Moğol tilida qarovulni yazak deb ataydi. Ular kafir yari. Kafir yari bu so'z Molla Muhammad Niyozning tarjimasida Parischa 1-nusxada va Toshkent ruscha nashrida yuqorida kelingan. Parischa 2-nusxada Kafir Bazi Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Kafir yozi deyilgan. Degan yerga yetganda edi. Amin Hoja Sultan Aqsudan Sariq at. Sariq at bu ism Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida kelingan. Toshkent ruscha nashrida va Parischa 2-nusxada Sariq at Axuri deyilgan. Parischa 1-nusxada Sariq at Axuri deyilgan. Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida at Axuri deyilgan. Yo'li bilan yetib kelib, bu g'olib lashkarning chang to'zonlarini e'tiqod ko'zlariga surma qildi. Kechisi fikr tadbir egalari shundoq maslahat qilishdiki, xon Barasqaun. Bu ism Molla Muhammad Niyozning tarjimasida va Parischa 2-nusxada Barasqaun deyilgan. Parischa 1-nusxada va Toshkent ruscha nashrida Barasqun deyilgan. Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida 2 yerda Parisqaun, bir yerda Farisaqun deyilgan. Yo'li bilan kiradigan Amin Hoji Sultan Javqu yo'li bilan kiradigan bo'ldi. Amin Hoji Sultan Javqu yo'li bilan mangdi. Xon Barasqun yo'li bilan ravon bo'ldi. Barasqun yo'lchiligi yo'lidan tushib ketayotganda Hoji Ali Bahodir qirg'izlarning 2 kishini tutib avatdi. Ular orqali Muhammad Qirg'iz tavobiatlari bilan billa Barasaqun jilg'isining og'zida Issiqko'l libida bexabar yotar emish degan xabar aniqlandi. Qashqardan Issiqko'lgacha 1 oylik yo'ldir. Shu kuni tez suratda yurib, namoz degarda jilg'i eg'iziga yaqin Fujra bu ism Toshkent ruscha nashrida Hajar deyilgan. Degan yerga kelib tushdi. Xon bir necha mo'tvarlar bilan berib, ularning oq uylarining ko'pinchisining qarisini ko'rib yandi. Nazm. Mehr qurusi patih siyahiga kirdi Yunus dahani mahiga. Tavchilar har 10 kishidan savut kiygan 4 kishi g'ol qo'shinda qolsin. 6 kishi chopqin qilishga bosun deb jar soldi. Hamma kishi urush va chopqinga tayyorlandi. Tankichi bo'lgan edi. Mo'ljab taraqqisida birining orqasidan biri ravon bo'ldi. Vaqtiki subhi sadaqning tömür kiyimlik yasali nur chashdi. Sharq sultoni quyosh bayrog'ini ko'tardi. U tutash ketgan sahrada yasal sap tartish, urush sepi tuzildi. Bekitilgan qaror bo'yicha hech kim bir qadamni ilgari yo'tkamay gochilardir. Qur'on Karim 2-sura Baqara 18-oyat, 6-sura An'am 39-oyat degan oyatni o'qib turishdi. Bir oz vaqt o'tgandan keyin ehtiyot bilan nazar silingan edi. Hamma lashkar bir-biriga tutishib, qovushib bo'libdi. Shu vaqtda oliy alamning tuvidan birdilla qonay sunay ovozi chiqishga boshladi. Chapqonga belgilanganlar shu hamon savr taqat tizginlarini biroqla qo'yibdi. Nazm. G'ubar o'ldi, g'aburu bas tuti avich. Jahon jumla daryo bo'lib urdi mavj. Sipak gardin asaridan oftob, nihat bo'ldi yapqan masallik sahab. Jahonga purp oldi qig'anu xurush, g'azibi o'rladi, to'shdi lashkarga jush. Demak, chapqunga tayinlanganlar dushmanlar ustiga go'yoki bo'randek bostirib bordi.
g'o'lda qilishga belgilanganlar hammasi to'plashib chopqunlarning orasidan yurish qildi. Chashka vaqti bo'lgan mahalda Hoji Ali Bahodirning inisi. Bu so'z farscha nusxalarda Baradari Hoji Alining qarindishi deyilgan. Molla Muhammad Niyozning tarjimasida Hoji Ali Bahodirning inisi deyilgan. Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Hoji Ali Bahodirning og'isi deyilgan. Xonga nurg'un xizmat ko'rsatganligi yuqorida eskartib o'tilgan. Takka Bahodir Muhammad Qirg'izni bog'lab xonning oldiga elib keldi. Xon farmon qilib, to'ri qoidasi bo'yicha seni yasoqqa yetkazish lozim edi, ammo shafqat va karam yuzdan xotiningni o'zingga berdim dedi. Shuning bilan Muhammad Qirg'izni bog'lab tog'amga topshirdi. Lashkarlar yilqa, qo'y va to'gilarga boy bo'ldi. Asirga tushgan qirg'izlarni qo'yib berdi. Nazm. Odat o'ldurki, agar mamlakati fatih o'lsa, mol-g'arat bo'lubun, qolg'usi uy barja. Canning iqbalini ko'rgili bu ulug' fatih ichra, molu uy egasi jumlasi bo'ldi yag'ma. Xon to'liq baxtiyorlik va g'albi nusrat bilan bir necha kun turdi. Ondan farog'at bilan Qashqar diyoriga qarab yurdi. Olamning parvardigori Tangrining tinch omonligida saqlashi bilan qishning avulida Qashqarga kelib tushdi. 62. bob. Yunus xonning qizi Davlat Sulton xonimning Badaxshandan Qashqarga kelganligi. Bilmek kerakki, Sultan Yunus xonning farzandlarining bayonida Yunus xon farzandlarining kichiki Davlat Sulton xonim ekanligi eskartib o'tilgan edi. U Toshkent vayronchiligi mezgilda Shohibek xonning o'g'li Temur sultonga tushgan edi. Bobur podshoh Samarqandni olgan vaqtida Davlat Sulton xonim podshohga qo'shildi. Chunki podshoh Davlat Sulton xonimning ochisining o'g'li edi. Bobur podshoh Kabulga ketgan chaqda Davlat Sulton xonim podshohdan ayrilib Badaxshonda Mirza xonning qishida qolgan edi. Chunki Mirza xonmo Davlat Sulton xonimning ochisining o'g'li edi. Shunga Mirza xon Davlat Sulton xonimni onasining o'rnida ko'rib noydi azizlaydi va tabarruk bilatdi. Xon Aqsudan yenib kelgandan keyin uning muborak ko'ngliga Davlat Sulton xonimni elib kelish havasi tushdi. Chunki Davlat Sulton xonim xonning otasining singlisi edi. Shunga nafis matolar, unchi javohirlar va oltin kumush qochilardan sovg'at raslab Davlat Sulton xonimni taklif qilib kelishga kishi avatdi. Vaqtiki xon Muhammad Qirg'iz ustiga yurish qildi. O'sha kunlarda xonim Badaxshondan chiqib Yorkentga tushgan edi. Demak, xon u safardan yenib kelib, xonimning jahonga zinnat bo'lg'uchi jamoliga musharraf bo'ldi va xonimning qolgan urug' tuqqanlarining ularning har biri fiqirga hamma va xola bo'ladi. Hammasi xonimning muborak didoriga musharraf bo'ldi. Xonim toki umrining oxirigacha xonning huzurida izzat ikrom bilan o'tdi. Oxirgi ahvoli xonning keyingi ahvollarining bayonida zikr qilinadi. 63. bob. Amin Hoji Sultanning va Shoh Muhammad Sultanning to'yi bo'lganligining bayoni. Amin Hoji Sultan Turpandan kelgan vaqtida xon tog'amning qizini Amin Hoji Sultan uchun so'z soldirgan edi. Tog'ammu bu ishni chin ko'nglidan xohlab va baxt saodat bilib, shu vaqtdan boshlab to'y jabduqi va tayyorligiga mashg'ul bo'lib kelyotdi. Bu qishda shu to'yni vujudga chiqardi. Shoh Muhammad Sultan Mahmud xonning o'g'li Sultan Muhammad Sultanning farzandi edi. Uning buvisi va otasini Shohibek xon shahid qilgan vaqtida Shoh Muhammad Sultan kichik bola edi. O'zbek amirlaridan biri uningga rahim qilib, uni yoshirib saqlagan edi. Bobur podshoh Kabuldan Qunduzga kelgan vaqtida u O'zbek Shoh Muhammad Sultanni qochirib Qunduzga avatgan edi. Shoh Muhammad Sultan u yerda podshohga qo'shildi. Shu vaqtdan toki podshoh Kabulga yonguncha Shoh Muhammad Sultan podshohning mulozimatida edi. Podshoh Kabulga qarab yo'lga chiqqanda Shoh Muhammad Sultan podshohdan ruxsat olib, xonning mulozimatida bo'lish uchun Qashqarga kelgan edi. U kelganda Qashqar ishg'ol qilinganiga 1 yil bo'lgan edi. Xon Shoh Muhammad Sultanni o'z farzandi o'rnida ko'rib, inisi Babajoq Sultandan va o'g'li Rashid Sultandan azizrak va muhtaramrak ko'radi.
Tağamның qızını Əmin Hacı Sultanға berdiğən çağda xanның көңліде өз сіңлісі Хәдичә Sultan xanımны Şah Muhammed Sultanға nikahлап беріш arzusu payda болды. Çünkü yuqorida zikr qilinganidek Mirza Abubakirning o'g'li Jangir Mirzani bosh-boshdoq kishilar o'ldirdi. O'ldirgichi hech ma'lum bo'lmadi. Xadicha Sultan xonim uningdan qilib toki mushu vaqtgacha xonning mehribonlik hujrasida turib Şuna bu iki toyni biraqla vujudga chiqarmoqchi bo'ldi. Orda xodimlari va olam panoh bargohning mulozimlari toyning muqaddimasini boshladi. Bu toyda amirlar orasida to'li gap so'zlar bo'ldi. Şuna qadimiy rasm qoidalari bo'yicha hamma mansab egalariga o'z martabalariga loyiq o'rin va izzat ikromlar tayinlandi. Nazm Visaqi mudavvar misali sifir Sihir ki purmahu nahidu mihir. İşçi taşı altın kümüş birle gariq, müressai cevahir bille ta beferik. Ali mertebelik emirler, şicaat nişanlıq serdarlar ve pelektek iktidarlı haqqallar yığılıp bezme tüzdi. Nazım Tüzüldü ecep bezme ferhunde pey, hemme şadkam eylaban nuşimey. Bolup eyiş birle hemme kamkar ki ilkide peymane yanıda yer. Keçileri alayda zatlar ve xas erbablar şundaq məxsus bezmilerde bolardı ki, o bezminin zuh şoxudun pelek ayvani üstüde zuhra yıldızımı usulgu düşerdi. Osman küngüzüde nurluq aymu o bezmini tamaşa qılıp heyran qaladı. Ular tatlı qılıqlıq saqiylar qoludun açıq şaraplarını goya tatlıq şərbətini işkəndək içib, Fərhad kəbi bihuş buluşub bir-birlərinin ayaqlarına baş qoyuşatdı. Nəzim Hava boldi bu dəvirdin abnus, zəmin dilbəri ağzı kəbi cayi buz. Cahandari sahib qıran kamran, bolub əbri baran kəbi zərfişan. Zəru cevheru şahvar, əda qıldi Həddin huzun bişamar. Neçə gün bu rəng tüzdü bəzmi şəhi ki hər gündə bir gəncin ətdi təhi. Neçə müddət aşındaq əyiş parağat bilən bəzmi tüzüşdü. Neçə gündən kin xutbə sərəmcalları təyyar boldu. Ondan bir ali məclis süzüldü. Bu məclisdə uluq əqabirlar, hörmətə sazavar ərbablar, dövlət ərkalları və səltənət qatlarının həmmisi hazır boldu. Oldu bilen İbbət dastıxanındaki nimetni, yani tağamның qızını Əmin Hacı Sultanға əqdi nikah qıldı. Onundan keyin paklıq osmanның quyaşı, İbbət və büyüklük məmləkətinin təxtida oldurğucu, yani Peqirning hammamның qızı, xanның adı bir, anımı bir sınlısı Xədicə Sultan xanımını Şah Muhammed Sultanға əqdi nikah qıldı. Xalliq sədibinin bu iki büyük mərvayetini Xaqanlıq kanının bu iki göhürni nikah riştisiga tizdi. Uluq ekbarırlar, aziz erbablar yaxşı tilekler bilen biraqla duaga qol götürüp Fatiha ve İhlasni rastçıl tilleri bilen ada qıldı. Uluq ayallar ve keremlik xatullar toyluq sovg'at ve lazımantlarını təqdim qilish yosullarını beja keltirishdi. Şu günlerde Peqir bir imaret bina qıldırgan edim. O imaretni yasash, zinnetlashda imkoniyatning yor berishga tirishchanlik ko'rsatgan edim. Shoirlar va pazdat ahllari o imoratning qurilish tarixini necha xil suratda ifoda qilishgan edi. O tarixlardan mushu bir yodimda qoldi. Rubay. In xanaga midahat zi firdavis xabar. Dar ruyi zamin misali o nisit digar. Tarihi benayi in hüceste menzil herdu şudu bedevleti Mirza Heydar. Bedevleti Mirza Heydar, badolat Mirza Heydar degan sözlerdeki harflerinin abjad hesabidagi sonlari jamlanganda Hijriya 923 yili, miladiya 1517 yilga to'g'ri keladi. Perdeviz cennetinden xabar berguchi bu qasrning yer yuzida yana boshqa misoli yo'qdir. Bu mübarek menzilinin bina qilinishi tarihi shuki her ikkisi Mirza Haydarning davlat mallikidan bo'lgandir. Bu ikki to'y haqidami shoirlar tarixlarni aytgan edi, biroq esimda qolmabdi.
64 bab. Xon bilan Mirzaxonning o'tirsida jidal majra yuz berganligi, shu qishdan keyingi yozda xonning Badaxshonga lashkar tortganligining bayoni. Bilmek kerakki, xonning Badaxshonga lashkar tortishining sababi mundaq edi. Yuqorida Mirza Abubakirning vaqalari bayonida zikr qilib o'tilganidek, Mirza Abubakir Xusrav Shohning oxirgi zamonlarda Badaxshon ustiga lashkar tortib berib, Badaxshonning yuqori tarbiyadagi hazarlardan Sarag'u Cho'pon, G'und, Parvoz, Yasar Xanzucha nashrda Yorix deyilgan muharrirdan. Sarih Xanzucha nashrda Pasar deyilgan muharrirdan. Shiva, Shingan qatorliq joylarni qo'lga kirgizgan edi. Xusrav Shoh bu haqda biror fikr tadbir qilgucha orada Shohibexon bostirib keldi. Shohibexon Xusrav Shohning mamlakatini ishg'ol qilgandan keyin Mirzaxon o'zbeklarning andishisi bilan hayron bo'lib yuradi. U Mirza Abubakirning tavalligiga zodila chiqolmaydi. Shunga bu chaqda Tangil baladan toki Sarig'uchu Pang'icha bo'lgan joylar Qashqar divoni, hukumati mahkamasiga tava bo'lgan edi. Nazm. Chu düşmanga düşman bo'lur mustaqil, sana do'st ila yetkay aramidil. Degandek Mirzaxon o'zbekning halakchiligi bilan qolganlikdan 12 yil muddatdan beri Tangi baladan Sarig'uchun Pang'icha bo'lgan joylar Badaxshonning tavalligidan chiqib, Qashqarning hukmronligiga tava bo'lib kelyotdi. Xon Qashqarni ishg'ol qilganda, u viloyatni Qashqar mamlakati qatorida amirlarga taqsim qilib berdi. Yuqorida tilga ilib o'tilgan Mir Muhammad Begni u viloyatga nomzod qilib belgiladi. Ammo Badaxshonning hazarilaridan bir hazara bo'lgan Vaxon Mirzaxonga tava bo'lsaq deb arz qilishdi. Mirzaxonmu hech bir o'ylashib o'ltirmayla u viloyatga egdorchilik qildi. Mirzaxonning muddaosi mundaq edi. Bu viloyat aslida Badaxshonning tavalligida. Mushu hazarlarning hammasi umumlashtirib Badaxshon deb ataladi. Mirza Abubakir bu viloyatni zo'rlik bilan nohaq egallab olgan. Endi Mirza Abubakirning ishi bir taraf bo'ldi. Shunga bu viloyatmi o'z asliga yondi. Misra. Hamma narsa yonar o'z asliga. Xonning so'zi mundaq edi. Mirza Abubakirning kuchlik changili tufaylidan bu viloyat asli rishtisidan uzilib, Qashqarning divoniga qo'shilgan edi. Mutlaq podsho bo'lgan Hazreti Tangri o'zining ulug'liq hokimiyatining taqozosi bilan Mirza Abubakirga taalluq mamlakatlarni Shamshar zarbisining va Botur Shirmadlarning kuch-quvvatining bostisi bilan bizning taxt tasavvurimizga kirgizdi. Agar sen Hammomning o'g'li va qarindoshlik adab qoidasini saqlab bu viloyatni egallamoqchi bo'lsang, oldi bilan Qashqarni ishg'ol qilganligimni muboraklab kishi avatishing kerak edi. Ondan mening ojizligim va Mirza Abubakirning g'olibligi tufaylidan Badaxshonga taalluq bo'lgan bu viloyat Badaxshondan ayrilib Qashqar divoniga qo'shilgan edi. Endi u aziz qarindishimning marhamat va inoyatidan iltimosim shuki, qadimdan Badaxshonga tava bo'lgan shu viloyatni menga iltifot qilg'aylar deb iltimos qilishing lozim edi. Agar sen mushu yo'sinda odimiylik va adab qoidalik yo'lni tutgan bo'lsang edi, qarindoshlik yuz xotirasidan u viloyatni albatta sana bergan bo'lardim. Men ishg'oliyat qulubini jahonga ochquchi tig' oshqullari bilan oshgan mamlakatni sening bundaq yo'lsizlarcha egilishing rasm qoidadan tashqariga chiqqan. Uchiga chiqqan adabsizliking emasmi? Bundaq so'zlar ikki tarafdan necha navbat orqa tushdi. Oxir ish shu yerga berib yetdiki, shu yili yozda xon Badaxshon ustiga otlandi. Mirza Abubakirning bir o'g'lini xon o'z o'g'li o'rnida parvish qilyotdi. Bu safar mezgilda u qochib ketdi. Xaloyiq og'zida Mirza Abubakirning o'g'li Suyinchi xon qishig'i ketibdi. Uning g'arzi xonning Badaxshonga otlanganligini Suyinchi xonga bildirib, uni Qashqarga kelishga dalolat qilish emish degan gap so'zlar tarqaldi. Bu so'zlar xalq orasida xeyli keng tarqalib yurganligi uchun xon meni bu qitimqi safardan to'xtatib qo'yib ketdi. Peqir Qashqarda qilib bu chegaraning muhim ishlarini tutishga mashg'ul bo'ldim. Mirza Abubakirning o'g'lini uning orqasidan qo'g'lab borganlar tutib o'ldirdi. Xon Badaxshongacha berib u chegaraga qattiq zilzila soldi. Mirzaxon ojiz va iztirobli holatga tushib qal'ani Rafarga bekindi.
u qilgan naloyiq ishi uchun hasarat barmoqlarini nadomat tishlari bilan tishlamoqda edi. Xon Mirzaxonning o'ziga va mamlakatiga qattiq tanglik va mushkulchilik yuzlanganligini ko'rib, uningga rahmi keldi. Shunga faqat kuchlik mehr shafqat tufaylidan uningga hech qanday daxli tarzi yetkazmay yandi. Shuningdan keyin Mirzaxon o'zini chaqladi va o'z andisining sirtiga qadam qo'ymadi. Shu vaqtdan toki hozirgacha u viloyat Qashqar divoniga tava bo'lyotdi. Bu urug' tuqqanlar orasida bir qism rezil odamlar tufaylidan so'g'uqchilik va kir-g'uborlar paydo bo'ldi. Shu vaqtdan toki hayotining oxirlarigacha bu ikkilarning orasida berish-kelish odatkichilik qilindi. Chunki saq va qizg'in qadimiy aloqalarga bu dog' paydo bo'lgandan keyin bu so'g'uqchilikning ta'siri to'liq ketmadi. Ammo Mirza Xong'imi u viloyat oxir vafo qilmadi. Nazm. Bu jahandur misali murdari, onda qushlar erur hazar. Talashib bu anga salur changal, rashik etib ul anga munga urar minqar. Oxir ul qush hamma ketar bir, hammasidan qoldur ki bu murdar. Qisqasi xon Badaxshondan to'liq izzat va ulug'liq bilan yandi. O'lji g'animatlar bilan poytaxt Yorkentga sog'-salomat kelib, aysh ishrat va bazmi suhbatga mashg'ul bo'ldi. 65. bab. Sultan Saidxonning Mansurxon bilan ikkinchi navbat ko'rishganligi. Bilmek kerakki, Mansurxonda hammasi davlat sulton xonimga xizmat qilib, otasidan judo bo'lganlik dard alamlariga uning muborak didori orqali shifoliq tepish zo'q ishtiyoqi kuchaydi. Xonmi bu muddasini qabul qildi. Ular oldingi qitim ko'rishgan o'rinda ashu qitimqidek yo'sinda uchrashdi va yangi ahdu paymonlarni qilishib, mehr muhabbat va urug' tuqqanchilik aloqasini texmi mustahkamlab, shu yerdan har qaysi o'z poytaxtlariga yondi. Bu voqea bo'lganda tarixning hijriyat 926-yili. Hijriyat 926-yili, milodiya 1519-1520-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lgan edi. Shuningdan toki tarixning hijriyat 928-yili. Hijriyat 928-yili, milodiya 1521-1522-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lg'icha xonning muborak turmushi va xaloyiqning ahvoli a'lo darajadagi farog'at va ma'murchilik ichida o'tdi. Bu 3 yil ichida bu kitobga yozg'udak voqea ko'rilmadi.